Yurtimizda energetika sohasi uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, buning uchun tegishli oliy ta'lim muassasalaridagi sharoit va imkoniyatlarni kengaytirish, professor-o'qituvchilar malakasini oshirishga alohida ahamiyat qaratilgan. Bu borada O'zbekiston 2030 strategiyasida ham bir qancha maqsadlar ko'zda tutilgan. Jumladan, energiya samaradorligini ta'minlash, resurslarni tejash va qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha mutaxassislar tomonidan muayyan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Urganch davlat universitetida bo'lajak energetiklar o'rtasida o'tkazilgan bellashuvda talabalarning egallagan bilimlari sinovdan o'tkazildi. Energiya sohasida ilg'or texnologiyalarni joriy etish, fan va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun zamonaviy platformalarni yaratish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Bo'lib o'tgan bilimlar bellashuvida talabalarning bu boradagi tajribasi sinovdan o'tdi. Jamoa bo'lib biror bir muammoni yechimini ustida harakat qilyaptilar. Bular bir-birisini bilimini, ilmini, birisi bilmagan narsani birisi o'rgatib, birisi qila olmagan ishni ikkinchisi qilib, mana shu muammoni yechimiga qaratilgan turli xil ilmiy ishlanmalarni, innovatsion ishlanmalarni yaratadilar. Bularni mana amaliyotga tatbiq qiladigan bo'lsak, bugungi kundagi energiya muammolarini yechamiz va mana shu mamlakatimizda bo'layotgan energiya isroflarini oldini olish, elektr tarmoqlariga bo'layotgan yuklamalarni kamaytirish, quyosh panellarini samaradorligini oshirish masalalardagi ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq qilamiz. Musobaqada talabalar eng yaxshi innovatsiya ishlanmalar ko'rgazmasi, ko'ngilochar ko'cha chiroqlarini yasash musobaqasi hamda intellektual bahslarda o'zlari egallagan bilimlarni namoyish etishdi. Shuningdek, professor, o'qituvchilar va talabalar tomonidan bugungi kun energetika muammolari yechimiga bag'ishlangan turli innovatsion g'oyalar va loyihalar, tijoratlashtirishga tayyor ishlanmalar va muqobil energiya manbalari asosida loyihalar taqdimoti o'tkazildi. Ushbu taqdimotimiz kichik shamol generatori daraxt shaklidagi bo'lib, bu quvvati o'rtacha 3 kWh. Bir kunda 72 kWh elektr energiya ishlab chiqaradi. Magistral yo'llarda aholi punktlardan uzoq maskanlarda joylashtirish mumkin va u aholi maskanlardan uzoq bo'lgan punktlarda liniyalarni tortish kerak bo'lmaydi. Bu elektr energiyani ishlab chiqargan elektr energiyani to'g'ridan-to'g'ri yotish chiroqlariga, bekatlarga uzata oladi. Musobaqa yakunida g'oliblar diplom hamda pul yutuqlari bilan taqdirlandilar. Endi esa ob-havo ma'lumoti bilan tanishtiramiz. Xorazm ob-havoni kuzatish boshqarmasidan olingan ma'lumotga qaraganda, shu kecha kunduzda viloyatimizda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharq tomonidan har soniyada 7-12 metr tezlikda shamol esadi. Havo harorati kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Urganch shahrida kechasi 6-8 daraja sovuq, kunduzi 4-6 daraja iliq bo'lishi kutiladi. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'nggisi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.